Hammaga salom. Otamdan qolgan merosim mana. Otam meni nafaqat yurishga, gapirishga, fikrlashga o'rgatgan. Shunaqa Parnikda issiqxonalarda pomidor, bodring ekinlarini yetishtirish, hamma narsaga o'rgatganlar. Oxiratlari obod bo'lsin. Alloh o'zi rahmatiga olsin. Har doim haqlariga duodaman. Buning uchun mendan ming rahmat deyman otajonimga. Ruhlari shod bo'lsin. Duodamiz. Ko'chatlarimiz 27 kunlik holati mana. Ikkinchi guli. Ikkinchi shonasi gullayapti. Mana bu birinchi shonasi. Ikkinchi shonasi gullayapti. Xudo xolasa yaxshi natijalar bir tekis o'syapti.